Shokoladni bunchalik temperament qilish osonligini bilganimda, umuman apparatini ham, termometrini ham sotib olmagan bo'lardim. Qizlarjonlar, menga o'xshagan novichok bo'lganlar uchun hozir life hack. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Masalan, men biladiganlarga emas, bilmaydiganlar uchun o'rgatmoqchiman, chunki o'zim ham shu narsani bilmaganim uchun juda ko'p marotaba shokoladlarimni kuydirib qo'yganman. Xolos kalom, mana qaynatilgan suv solib, kastrulkachaga ustidan bo'sh idish, bu ham bo'sh kastrulka. Bunisiga suvi bor, bunisiga suvi yo'q. Bu bo'shga shokoladni qo'yamiz. Shokoladimiz absolyutno kuyib ketmaydi. Chiroyli, to'g'ri temperament qilamiz. Ya'ni shokoladga masalan, men o'zim ekonom bo'lishi uchun masalan 400 gram shokoladga 100 gram masla kakao qo'shib, mana shu holatda temperament qilyapman. Mana. Juda ham zo'r, oson. Bunchalik osonligini bilganimda apparatini ham, termometrini ham qimmat sotib olmagan bo'lardim. O'lchasham, termometr bilan o'lchasham kerak emas ekan, apparatni ham keragi yo'q ekan. Mana osongina uy sharoitida hamma qila oladi. Bemalol xohlasak klubnika shokolad, xohlasak morojniy, xohlasak tvorojok, xolos kalom nima xohlasak, bemalol shokolad bilan ustini qoplab olsak bo'ladi. Mana, sevgilik.